O'zbekistonda pensiya yoshi oshirilishi mumkin. Bu haqda Pensiya jamg'armasi ijrochi direktori Murodbek Otajonov ma'lum qildi. Uning aytishicha, mamlakatimizda erkaklar uchun pensiya yoshini 63 yosh, ayollar uchun esa 58 yosh etib belgilash taklif qilinmoqda. Bunda pensiya yoshi bosqichma-bosqich oshirib boriladi. Har yili yarim yildan, yarim yoshdan qo'shiladi. Hozirda mamlakatimizda erkaklar uchun pensiya yoshi 60 yosh, ayollar uchun esa 55 yosh etib belgilangan va bu borada biz sobiq ittifoq mamlakatlari orasida pensiya yoshi 60 va 55 yosh bo'lgan yagona mamlakat hisoblanamiz. Pensiya yoshini oshirish bo'yicha hali yakuniy qaror qabul qilinmagan. Ushbu masalani jamoatchilik bilan muhokama qilish, odamlarning fikrini olish ko'zda tutilgani aytilmoqda. Siz nima deb o'ylaysiz? Pensiya yoshini oshirish kerakmi yoki hozirgi holatda qolishi zarurmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.